Ha! Muzashira! Endi nasibga keldim. Qaydasan? Harom. Muzashira deydi. Rangingga qara, tilingga qara. Mazzor qildi Hamma joyga masalan pasportingni olib milsa yurishim kerakmi? Ha? Na bir til bilasan, na bir dil bilasan. O't oldimga tosh baring. Men bilaman, tag'a, babushka pomogите. Zem! Oh, Zem! Qarangalin. Yaxshimisan? Xristian. Qayerdan olgansizlar bunaqa tarbiyani? Bor, olib kel, harom. Tez yur. Hamma joyda pazzor qilib o'ldirasan. Qayerdan olgansizlar bunaqa tarbiyani? Biring qo'ysang, biring qo'ysang, biring. Birga yurmaymizmi deyman? Vaqti joningni tegdingmi? O'zi hammasi seni deb bo'ldi. Qanday sen parod qiling hamma joyga baqirib zem deb. O'zingchi aeroportdan chiqqandan pazzor qilding-ku. Qamalib ketasan, betartib. Mol tarbiya, qamalib ketasanlar. Nima buncha nerv qilasan odamni? Tez yur. Kir. Rangingga uraysan. Oldinga tush. Tag'ajon didomni o'kil. Olmasa didomni chiqaraman. Assalomu alaykum. Absenterga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Xullas janari story yildan so'ng oliy ma'lumotli bo'lishadi. Nima qilsanglar qilinglar, go'shti sizlarniki, suyagi bizniki. Xo'p. Rahmat. Rahmat. Sizlar bilan 4 yildan keyin gaplashamiz. Bittaga tashab ketyapsizmi? Madaniyatni o'rganmasang oq qilaman. Nima ketsa ketaversin, o'qishda gaplashayganlar Checha bilan. Ketdik. Menga qarang Checha, kerak emas sizga bu gulcha. Up center deydi, Katinam ham shu up centerda borib o'qi deydi. Nima degani o'zi? Up center? Abcenter bu o'quv markaz. Rossiyada to'g'ri universitet, to'g'ri yo'nalishlarni tanlab, sifatli ta'lim olish degani bu. Menga qarang, ta'lim olish uchun kech emasmi? Yo'q, sababi ta'lim olishni erta kechi bo'lmaydi. Sizlar ayni vaqtda keldinglar, sababi 20-iyundan boshlab barcha Rossiya universitetlariga qabul boshlanadi. Menga qarang, Annaxon, men ruschada babushka pomogitidan boshqa so'zni bilmayman. Bitirishda institutga qanday topshiraman? Hech qisi yo'q. Siz bizni til kurslarimizda, ya'ni rus tili kurslarimizga qatnaysangiz bo'ladi. Sentyabr oyigacha biz esa sizni o'qishingizni kirganingizdan boshlab bitirguningizgacha Abcenter nazoratida bo'lasiz. Вот men masalan tog'am agronom bo'ldi. Gaday stроитель bo'lyapti. Ana qo'shnilar buxgalter bo'lyapti. Men o'zi kim bo'lishini вообще bilmayapman. Shuni maslahat bering bir. Bu umuman muammo emas. Sababi bizni endi topshirayotgan abituriyentlarimiz ham shunaqa muammo bilan duch kelishadi. Biz ularga qanaqa yechim beramiz? Biz ularga qalb testiga yechimni beramiz. To есть ular o'tib bo'lgandan keyin ularning qobiliyatiga qarab 5 ta yoki 6 ta fakultetni tanlab berishadi. Siz esa ularga qarab qaysi biri sizga mosini tanlab topshirsangiz bo'ladi. Gaday вообще zo'r kitob o'qiymiz. O'qiymizmi do'stim? Qo'yishni. Menga qarang, Annaxon, biz kelishdik, shu Abcenter orqali institutga kirmoqchimiz. Ну что ж, Сайфы Хароми, учеба тоже закончился. Поздравляю тебя. Я, Гадайон, тебя тоже от души поздравляю. Лука море, дуб зеленый, золотая цепь на дубе.